Xo'p, hammaga salom obunachilar. Sizlar bilan Floki va yangi videoda sizlarni ko'rib turganimdan juda ham xursandman obunachilar va Floki va qishloqqa, ya'ni meni ikkinchi kanalimga xush kelibsizlar va obuna bo'lish va like bosish esdan chiqmasin obunachilar va biz ertalab turdik va assalomu alaykum. O, Floki, xayrli tong. Xayrli tong sizga ham. Mayli, men ishlarimni qilay. Omad. Okey, rahmat. Xo'p, obunachilar, bizning qishloqda hammasi juda yaxshi va o'tgan qismni ko'rmagan bo'lsangiz ko'rib qo'ying, juda ham qiziq video bo'lgan va mening do'stim mer bo'ldi. Keling, oynasi hali ham siniq va keling u bilan so'rashib chiqamiz. Salom do'stim. Voy, taqillatib kirishni bilmaysanmi? Uzr, bilmabman, esimdan chiqib ketibdi. Yaxshimisan? Nimaga kayfiyating yo'q? Ha, kayfiyatim yaxshi. Shunchaki. O'zingchi, qalaysan? Men yaxshi, rahmat. Yaxshi dam oldingmi? Ha, ancha yaxshi. Mayli, men ishim ko'p edi. Kechroq oldimga o't, senda gapim bor. Okey, muammo yo'q. Sog' bo'l. Obunachilar biroz g'alati tuyuldi. Ha, mayli. Men ishlarimni qilay, ya'ni har doimgi menga berilgan ishlarni mana bu nima deydi? Ekinlarni nazorat qilib turish. Ha, mana bu yerni yana dabdalasi chiqib ketibdi. Kelinglar buni yana yaxshi qilib ekib qo'yamiz obunachilar. Okey. To'g'risi Jitel, ya'ni do'stim biroz kibrga o'xshab tuyuldi. Sizlar nima deysiz? Albatta fikringizni kommentariyada yozib qoldiring va kelinglar kommentariyada qaysi mashina sizlarga yoqishini hal qilamiz. Ya'ni Mers yoki BMW shunga o'xshash mashinalarni yozib keting va keyingi videoda men ko'rib bilib olaman qaysi mashinaning muxlisi ko'p ekan. Hammaga rahmat, yozishga erinmang va videoni davom etamiz. Endi ekib chiqamiz bu narsalarni va hammasi ajoyib bo'ladi obunachilar. Ajoyib. Xo'sh, bo'ldi. Endi bu tarafga ham ekamiz va juda ham chiroyli bo'lib o'sib chiqadi. Shunaqa obunachilar. Xo'p, ekib bo'ldik. Endi mana bu yerga ham ekib qo'yamiz va shu tariqa davom etsak kerak obunachilar. Ajoyib. Menim ana bu yer qolib ketibdi. Xo'p, bo'ldi, mana quyosh ham botib qoldi. Sizlarga aytsam ozgina dam ham olib oldim va kelinglar merjitel, ya'ni do'stimning oldiga kirib chiqamiz. Axir u kechroq oldimga kir, o't degandi. Xo'p, okey, ketdik. Uzr, yana taqillatmasdan kirdim. Xafa bo'lmaysan degan umiddaman. Ha, o'rganib qoldim bu befarosatligiga. Tushunmadim. Ha, mayli. Oldimga o't deganding. Ha, xullas, senga topshiriq. Inventaringga qara va bolta bilan girka berdim. O'tin bilan tosh olib kela olasanmi? Albatta, muammo yo'q. Tezlash, kech bo'lib ketmasin. Yana seni qidirib ovora bo'lib yurmaylik. Okey, mayli. Xo'p. Obunachilar, sizlarga bu merjitel, ya'ni mening eski do'stim biroz kibr bo'lganga o'xshamayaptimi? Ya'ni mer bo'lishidan oldin ancha yaxshi edi, mendan yordam so'rardi va muomalasi ham ancha yaxshi edi, lekin mer bo'lganidan keyin muomalasi ancha o'zgardi obunachilar. Biroz g'alati. Mana bu yo'mayo. Jitel bilan ot tushib ketibdi. Ha, mayli. Balki bular ataylab tushgandir. Xo'p. Bizga kirka bilan bolta berdi. Albatta bularni tez ishlatib, yo'mayo. Mana buni kim yasagan? Bu tinib tinchimas jitellar nimalar qilmaydi. Xo'p, bular bilan tezda o'tin yig'ib kelishimiz kerak va boshladik obunachilar. Ajoyib, mana bularni terib olamiz. Bizda 5 ta bo'ldi va keling shu yerlarni ham chopib tashlaymiz. Ajoyib, va buni ham terib olamiz. Nechta o'tin? Mana bu yerdan tosh olsam bo'lar ekan va ko'mir ham bor. Kelinglar olamiz va uyga boramiz, ya'ni qishloqqa. Nechta tosh, nechta o'tin olib kelishimni aytgani yo'q. Mana bu yer suv ekan.
Ajoyib g'or ichida suv. Biroz qo'rqinchli ham sizlarga aytsam va ajoyib hammasini yig'ib olamiz va bo'ldi menimcha. 10tadan olib keldim. Agar kam bo'lsa aytadi kam deb. Ko'mirlarni ham yig'ib olganimiz yaxshi. Ikkitagina ko'mir oldim va uyga ketdik obunachilar. Chunki olma. Chunki juda kech bo'lib qoldi va o'rmonda adashib qolsam bu yaxshi bo'lmaydi sizlarga aytsam. Shuning uchun uyga borganimiz yaxshi obunachilar. Xo'p. Ha aytgancha anavi millionerning boyligi ham qolib ketdi. O'zi esa qochib ketdi. Buni ham nimadir qilishimiz kerak. Balki o'marib ketarmiz, nima dedingiz? Albatta like bosib kanalga obuna bo'lish esingizdan chiqmasin obunachilar va yangi kontentlarni chiqarib boraman. Loki, nega buncha kam olib kelding? Axir men seni bekorga boqyapmanmi? Yo. Tushunmadim, boqyapmanmi deganing nimasi? Axir bitta uy berganing bu boqish emas shekilli. Xullas, boshimni qotirma. U uyni boshqa jitelga bermoqchiman. U sendan ko'proq to'layapti va sen yaxshisi shaharga ketganing yaxshi. Nima deydi? Bu yerda ortiq keragi yo'q, Floki. Faqat xafa bo'lma. Xafa bo'lmamush. Qanaqasiga bu gaplardan keyin xafa bo'lmaslik mumkin? Sen o'zingdamisan, jitel? Ha, nima desam ekan? Albatta, shunchaki sendan foydalangan edim. Yo. Mayli, men seni tushundim. Mana bu narsalaringni ol va men ketdim. Qayta endi biz do'st emasmiz. Menga boshqa telefon ham qilma, umuman aloqam yo'q sen bilan. Ha, endi sening keraging yo'q menga, yo'qol. Yo, yaramas. Obunachilar, ko'rdingizmi, u meni haydab yubordi. Yo, endi nima qilaman? Floki hammasini eshitib turibman. Yaramas. Xo'p, mayli obunachilar, endi bu qishloqdan ketsak kerak, lekin hozir tun va hozir agar yo'lga chiqsam albatta adashib qolaman, chunki poyezd juda uzoqda, ya'ni vokzal mendan juda uzoqda bu qishloqdan. Tunda esa u yerga yetib bora olmayman. Keling bir kecha turib turishimni so'rayman bu jiteldan yaramasdan. Mer, xullas bir kecha bu qishloqda yashab tursam bo'ladimi o'sha uyda? Chunki hozir juda kech bo'lib qoldi va vokzalgacha yetib ololmayman. Floki, bu sening momoying. Tez ko'zimdan yo'qol. Bir kun ham yashama. Bir tun ham. Hoziroq yo'qol. Yo. Ha, mayli, hali ko'ramiz, yaramas. Hali hammasi oldinda. Ha, mayli, men nimadir o'ylab topishim kerak obunachilar. Ha, obunachilar juda ham chiroyli, to'g'rimi? Yo. Ha, mening uyimga joylashgan jitel ekan. Xo'p, keling, mana bu uydan bir kecha turib turishimni so'raymiz. Chunki boshqa qo'rqib ketdim. Boshqa iloji yo'q. Taq. Kiraver. Okey. Assalomu alaykum janob, yaxshimisiz? Bir kecha sizning uyingizda yashab tursam bo'ladimi? Uysiz qoldim. Ha, nima desam ekan? Albatta, faqat bir narsa evaziga. Nima evaziga? Ana bu yerda millionerning boyligi bor, ko'ryapsanmi? Ha, xabari bor. Xullas, o'shani menga olib kelib berasan. Kamida 3 blok. Nima desam ekan, bu biroz xavfliga o'xshayapti. Olib kel, keyin yashaysan. Okey? Mayli, nima desangiz shu. Okey. Xo'p, obunachilar, men bir narsani o'yladim. Agar bu tarafidan olsam, men olganimni, yo'qolganini kimdir sezib qolib, shubhalanishi mumkin. Shuning uchun buning tagidan kiraman va o'rtadagi joyidan olaman. Ya'ni bu to'la blok bo'lsa, tagidan kirsam hech kim sezmaydi. Va menda kirka ham bor, ajoyib, va mana shu yerdan kirishim kerak. Menimcha bo'ladi shu yerdan. To'xtang, birinchi fakelni yo. Ajoyib, endi buzishni boshlayman. O'ylaymanki hammasi yo.
O'ylaymanki, hammasi yaxshi bo'ladi. Yo'q, bu fakel menga kerak. Nimaga bu fakel qo'yilib ketyapti? Ha, mayli. Bu yer bo'sh ko'cha, yo'q-mayo. Menga fakel kerak, chunki juda ham qorong'u. Xo'p, endi nima qilamiz? Endi tepasidan olganim yaxshi menimcha, chunki baribir boshqa joydan olsam sezilib qoladi. Kamida 3 blok dedi. Ha, mana va mana. Kelinglar, o'zimga ham 2 blok olib olaman. Ajoyib. Ha, hammasini terib olishim kerak endi. Va bo'ldi, bizda 5 blok bor. Endi bu yerdan sekingina qochib qolishimiz kerak, obunachilar. Yo'q-mayo. Fakel yo'q bo'lib qoldi. Ajoyib. Meni hech kim ko'rmadi degan umiddaman va ana bu jitelga nima deydi? Almazlarni topshiramiz. Xo'sh. Xullas, mana jitel, men senga almazlarni olib keldim va ola qol. Bo'ldi, Floki, buni hech kim bilmaydi va sen bir kun mening uyimda qolishing mumkin. Ertagacha. Okey, rahmat. Men mana shu burchakda uxlab olaman. Hammaga xayrli tong va men bir amalab bu qishloqda tunni o'tkazdim. Endi esa kech bo'lmasidan men bu qishloqdan ketaman. Ungacha mana bu yaramasga xayrlashuv gapimni aytib ketishim kerak. Ha, yaramas, shu yerdamisan? Nimaga kelding yana? Men senga ket dedim-ku. Ha, ketyapman va boshqa endi sen bilan do'st emasmiz va qilgan yaxshiliklarimga rozi emasman. Mayli, yaramas. Omad tilayman. Jin ursin. Ha, mayli, bunga ham qachondir insof berib qolar. Biz esa ungacha shaharda boyib ketgan bo'lamiz, obunachilar. Mayli, hammaga xayr. Sizlar bilan Floki va yangi videoda ko'rishguncha. Like bosib kanalga obuna bo'lmaganlar albatta obuna bo'lib, like bosib kommentariya ham yozib qo'yishingizni so'rab qolaman va yangi videolarda ko'rishguncha xayr, salomat bo'ling.